Aziz fuqarolar, ko'p qavatli uylar hamda uylarga tutash hududlardagi ushbu xonadonlarda yashovchi fuqarolarning umumiy mulkidir. Xonadoningizga issiq yoki sovuq suvni, gaz yoki elektrni yakka tartibda olib kelishning imkoni yo'q. Agar yerto'la qismidagi markaziy ichimlik suv quvuri teshilib, ichimlik suvi kelmay qolsa, oilangiz tinch yo'qoladi. Kanalizatsiya tizimi ishdan chiqsa-chi yoki tomdan chakka o'tib tursa, umumiy mulkning bir me'yorda ishlashi, xonadonlarning texnik sog' saqlanishi esa sizning asosiy majburiyatingiz, ya'ni oylik majburiy badal to'lovlarni vaqtida to'lab borishingiz bilan bog'liq. Ko'p kvartirali uylarni boshqarish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 16-moddasiga ko'ra, joylarning mulkdorlari umumiy mol-mulkni saqlash bo'yicha xarajatlarni har oyda to'lab borishi shart etib belgilangan. Hech bir mulkdor majburiy badal to'lovlardan bosh tortishga haqli emas. Bu holat to'plangan qarzdorliklarni sud ijro organlari orqali undirilishiga sabab bo'ladi. Hozirda barcha ko'p qavatli uylar Mening uyim billing tizimiga kiritilgan bo'lib, har bir ko'p qavatli uylarning alohida hisob raqamlari ochilgan. Endilikda siz o'z uyingizdan chiqmagan holda ham Click, Payme, UPay ilovalari orqali onlayn to'lovlarni amalga oshirishingiz